Mahallalarda fuqarolar xavfsizligi va osoyishtaligini ta'minlash, sodir etilayotgan korrupsion holatlarning oldini olish davlat siyosatining muhim bo'g'iniga aylangan. Bu borada Prezidentimiz tomonidan joriy yilning 5-mart kuni korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengashi yig'ilishida ham dolzarb tashabbuslar ilgari surildi. Mas'ul tashkilotlar oldiga muhim topshiriqlar qo'yildi. Shu kunlarda respublikamiz bo'ylab mahallalar tinchligini asrash, tuman va mahallalarda maishiy ta'magirlik holatlariga barham berish borasida keng miqyosdagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'rganishlar olib borilyapti. Mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, umuman aholi osoyishtaligini ta'minlash davlatimiz rahbarining doimiy e'tiborida. So'nggi yillarda mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashning mutlaqo yangi mexanizmlarini joriy etish, huquqbuzarlikka sabab bo'layotgan ijtimoiy maishiy muammolarni hal etish hamda aholida shaxsiy xavfsizlik hissini shakllantirish borasida samarali chora-tadbirlar amalga oshirildi. Joriy yilning 5-mart sanasida bo'lib o'tgan korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengash yig'ilishida ham davlatimiz rahbari tomonidan mazkur masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Prezidentimiz korrupsiyaga qarshi kurashish doimiy jarayon ekanini aytib, bu boradagi dolzarb masalalarni va kelgusi vazifalarni ko'rsatib o'tdi. Mahallalarda maishiy korrupsiya holatlarining oldini olish maqsadida korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashlari tarkibi to'liq yangilanishi va ularga viloyat xalq deputatlari kengashi raislari bosh bo'lishi belgilandi. Mahallalarda huquqbuzarliklar profilaktikasini sifat jihatda yangi bosqichga olib chiqish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ham qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori asosida Bo'ka tumanida Yangi Hayot mahallasida jinoyatchilik barvaqt oldini olish maqsadida qamoqdan qaytgan yoki bo'lmasa migrantlarimiz bilan ham har bir fuqaroning oilasiga borib, undagi muammo, kamchiliklarni o'rganish ishlari ham olib borilmoqda hozirgi kunda. Mahallamizda 3750 nafar fuqaro bor. Bu fuqarolardan jinoyat sodir etish mumkin bo'lgan shaxslar 15 nafarni tashkil etadi. Bandligi hozirgi kunda 15 nafardan 10 nafariniki to'liq ta'minlangan va u oilalar bilan muntazam har haftada 2-3 marotaba suhbat olib boramiz. Muammolarni o'rganib, joyida hal qilishga va tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda ushbu faoliyatlarni amalga oshirishga harakat qilmoqdamiz. Tizimli ishlarni har chorak davomida hisobotlarni tayyorlanadi. Har bitta individualni oldimizga qo'ygan reja asosida Prezidentimiz qarori asosida amalga oshirib kelmoqdamiz hozirgi kunda. Prezidentimizning qaror asosida dastlabki choraklik davomida mahallamiz hududida hech qanday jinoyatchilikka yo'l qo'yilmadi. Moytepa mahallasi Sariq mahalla toifasiga kirar edi. Bugungi kunga kelib yashil mahallalar toifasiga kirdi. Raqamli texnologiyalarga o'tish natijasida kameralashtirish,ga asosiy e'tibor qaratildi va ochilmagan jinoyatlarni ochish yoki barvaqt oldini olishga qaratilgan ishlar ham samarali tashkil etilayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qarorga asosan faqat ichki ishlar sohasi emas, jinoyatchilikka bugungi kunda har bir mahalla yetiligi, mahalla faollari, shuningdek har bir fuqaroning fuqarolik pozitsiyasini belgilab berildi desak, adashmagan bo'lamiz. 2024-yil yakuni bo'yicha qizil toifaga kiritilgan 198 ta mahallalarning 97 tasida jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan. Bu yangi tizim o'z samarasini berayotganidan signal beradi. Ish reja bo'yicha mahalla yettiligini nima ish qilish hammasi ko'rsatilgan. Mahalla raisi nima qilish kerak, yoshlar yetakchisi nimaga ahamiyat berish, hammaning yo'nalishini tartibga solgan prezident qarorida. Mahallamizda yo'l xaritasi asosida ishlar tashkil qilgan samarasida hozirgi kunda Do'stlik mahallasi qizil mahalladan sariq toifaga o'tkazildi. Asosan jamoat joyida jinoyatlar ko'paydi. Shu bo'yicha prezident qaroriga asosan jamoat joyiga aqlli kameralar o'rnatildi. Tashvish tugmalari qo'yildi. Patrulni guruhlar tashkil etilib, hammasi nazoratga olinib, 102 tizimi kelib tushgan xabarlarni mahalla yettiligi bilan birgalikda borib o'rganib, surishtiruv ishlarini davom etkazgan hisobiga hozirgi kunda sariq toifaga o'tkazildi. O'tgan yilning hisobiga 10 ta jinoyat bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda teng yarmi tashkil qildi. Asosan omillar nimadan kelib chiqyapti o'sha murojaatni? Ishsizlikdan, ichkilikdan, o'shalar bo'yicha hokim yordamchisiga ijtimoiy profilaktika obyekti bo'lgani sababli yo'naltirilyapti, xulosalar berilyapti. Mahalla yettiligi bilan ishlar tashkil etilyapti. Yil yakuni bo'yicha Do'stlik mahallasini yashil mahallaga aylantiramiz.
Shuningdek, 708 ta mahallalarga zamonaviy video kuzatuv kameralari o'rnatilib, qo'riqlovga olinishi natijasida birorta ham o'g'rilik jinoyati sodir etilmadi. 102 tizimiga kelib tushgan xabarlar bo'yicha voqea joyiga yetib borish vaqti 10 daqiqadan 5-6 daqiqagacha qisqardi. Tumanimizda 44 ta mahalla fuqarolik yig'inlari mavjud bo'lib, bugungi kunda ushbu mahallalardan 10 tasiga 20 ta face kameralar, ya'ni shaxsni aniqlovchi kameralarni o'rnatish ishlarini boshlab yubordik. Bundan tashqari tumanimizdagi 2 ta zamonaviy turar joylarga o'sha domofon tugmalari o'rnatilib, o'sha qo'riqlash bo'limlariga ulanib, bugungi kunda o'sha profilaktik ishlar olib borilmoqda. Buning natijasida o'sha jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, jinoyat oshgan mahallalarda o'sha o'g'irliklarni oldini olish, ya'ni mahallaga kelgan begona shaxslarni to'g'ridan-to'g'ri o'sha profilaktika inspektorini bugungi kunda planshetiga signal orqali yetkazib turibdi. Albatta, 4 oy davomida jinoyatchiligimiz keskin kamaygan. Boyagi muhtaram prezidentimiz qabul qilgan tarixiy qarorlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, ushbu qarordan so'ng elektron kameralar o'rnatib, har bitta ko'chalarda xonadonma-xonadon yurib, jinoyatchilik oldini olinmoqda. Bundan tashqari o'sha ichkilik ruju qo'ygan, profilaktik hisobda turganlarni ham xonadoniga mahalla yettaligi 1 oyda 2 marta, 3 marta kerak bo'lsa, o'sha janjalkash oilalarning ham xonadoniga borib, profilaktik tadbirlar o'tkazish natijasida bugungi kunda yaxshi holatga o'zgarganlari ham ko'rinib turibdi. Har bir mahallada kriminogen vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar mahallalarimizni chinakam xavfsiz muhitga, jinoyatdan xoli hududga aylantirish, qolaversa huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga hissa qo'shmoqda.